Qizlar, qaranglar. Mana savun bilan yuvib tozalab oldim. Mana savunchamiz bilan. Mana hozir ko'rsatay. Mana savunimiz. Mana bu tarafda machalkalar bilan yuvib, suvda tozalab oldim. Qizlar, oddiy savunni o'zi shunchalik yuzimni oppoq qilib, silliq qilib qo'ydi. Xomlakni glitserilli lechebni savuni yuzida juda ham chuqur tozalab berar ekan. Machalkasi ishlagan unaqa chuqur tozalagan hisobidan yuzimda ozgina nimadir bo'lyapti qizlar. Teri ostida qizishmi nimadir bo'lyapti. Bu rosa chuqur tozalanganligini nimasi qizlar jonlar, qaranglar. Oppoq qilib yaltirlatib qo'ydi savunni o'zi. Zo'ra. Bundan keyingi etapdagi ishlatiladigan kremlarimiz yuzimizni yana ham chiroyli qilib qo'yadi qizlar. Bu hozir sovg'ada turibdi qizlar. Aynan bu savunimiz hozir sovg'ada foydalanib qolinglar. Juda ham ajoyib ekan. Maza qilib ishlatasizlar.